Abduqodir Husanovning yetarlicha dam olmagani butun o'yin davomida sezilib turdi. Mashg'ulotlar O'zbekistondagi zavqliroqmi yoki u yoqdagi terma jamoasi bilanmi? Ertalabdan kechgacha strobarga mana shu bola o'tirib qoldi. Mana uka yana ikkita strobar. Ikkitami aka? Kevjori kerak emasmi Kevjori? Rahmat aka. Abduqodir Husanov 2025-yilda O'zbekiston terma jamoasining eng mashhur futbolchisi sifatida tanildi va hozirda dunyoning top 5 taligiga kiruvchi Manchester City klubining asosiy o'yinchilaridan biridir. Uning 35 million yevro transfer narxi esa O'zbekiston futboli tarixidagi eng yuqori ko'rsatkich bo'lib, bu raqam dunyoning eng mashhur futbolchilari Ronaldo va Lionel Messi kabi ikki afsonaviy futbolchining narxini birlashtirganda ham ulardan ortiq chiqadi. Ayni damda esa Abduqodir Husanov atrofida ro'y berayotgan voqealar O'zbekistonda futbolchilarga bo'lgan himoya choralarining sustlashganini ko'rsatmoqda. Husanov Manchester City jamoasidagi futbolchilardan biri sifatida uning har bir harakati va qatnashgan tadbirlari omma tomonidan katta e'tibor bilan kuzatiladi. Shu sababdan uning shaxsiy hayoti reklamaga jalb qilinishi, turli tadbirlarda qatnashishi hamda ko'plab ijtimoiy faoliyatlari uning professional faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatganini ko'rish mumkin. Hozirda barchada futbolchi bilan aloqada bo'lish imkoniyati keng. U bilan xohlagan mahsulotlarni reklama qilishlari yoki mahallalariga chaqirishlari mumkin. Ba'zi bir blogerlar uchun esa uning ortidan mahsulotini yashirin reklama qilish, Instagram aktivini ko'tarish juda oson bo'lmoqda. Xo'sh, o'yinchilarning xavfsizligi, shaxsiy hayoti va qonuniy himoyasiga kim javobgar bo'ladi? Futbolchilarning himoyasi va xavfsizligini ta'minlashga doir xalqaro qoidalar O'zbekistonda o'z ahamiyatini yo'qotmayaptimi? Barchaga ma'lumki, Xalqaro futbol federatsiyasi FIFA o'z ustavlarida futbolchilarning terma jamoadagi faoliyatiga oid tegishli bandlarni kiritib qo'ygan. Jumladan, FIFA tomonidan milliy terma jamoalarga qo'yilgan qoidalar futbolchilarni yig'inlar va rasmiy uchrashuvlar davomida qayerda va kimlar bilan bo'lish masalalarini tartibga soladi. Bu qoidalarga muvofiq futbolchilar terma jamoa murabbiylari va jamoa ma'muriyati tomonidan belgilangan joylarda bo'lishlari lozim. Bunday joylar ko'pincha mehmonxonalar, mashg'ulot maydonlari va stadionlarni o'z ichiga oladi. Yig'inlar va o'yinlar vaqtida futbolchilar uchun shaxsiy tashriflar yoki jamoa faoliyatidan tashqari uchrashuvlar o'tkazish cheklangan bo'lib, bu esa jamoa intizomi va tayyorgarligini ta'minlashga xizmat qiladi. Futbolchilarning yig'inlar davomidagi xatti-harakatlari va intizomi Milliy futbol assotsiatsiyasi tomonidan belgilangan ichki qoidalar va FIFAning umumiy reglamentlariga muvofiq tartibga solinadi. Ushbu qoidalar futbolchilarning tayyorgarligi, sog'lig'i va jamoa tarkibidagi ijobiy ta'sir uchun ishlab chiqilgan. FIFAning milliy terma jamoalar uchun belgilangan qoidalarga ko'ra, klublar o'z futbolchilarini xalqaro o'yinlar, yig'inlar davomidagi ishtirokini ta'minlashi zarur. Bu vaqt mobaynida futbolchilarning qayerda va kimlar bilan bo'lishi terma jamoa rahbariyatining nazoratiga olinadi. FIFAning rasmiy hujjatlarida, ayniqsa futbolchilar statusi va transferi to'g'risidagi nizomda bu masala batafsil ko'rib chiqilgan. Xo'sh, hozirda bizdagi vaziyat qanday? Futbolchilar bilan bemalol Instagram uchun tekin kontentlar olib, ularni yo'q deya olmaydigan sharoitga tushirib, yashirin reklama oluvchilarni kim nazorat qiladi? Ushbu tasvirda uzog'i 100 ming so'm turuvchi strobar shirinligi tekinga berilib, million dollarlik reklama pinhona olinmadimi? Navbatdagi tasvirda esa mutlaqo boshqacha holatning guvohi bo'lasiz. Qanaqadir kompaniya tomonidan futbolchiga soat sovg'a qilindi. Soatning tarifi tasnifiga ko'ra u 1000 dollar turarmish va kompaniya uni Husanovga tekinga sovg'a qilganmish. Aslida esa bu futbolchining mashhurligidan foydalanilgan yashirin reklamaligini hamma tushunsa kerak. Tekin narsa kimga ham yoqmaydi deysiz. Xo'sh, futbol yulduzining hozirgi reklamaga chiqish narxi qancha? Hozircha bu haqida hech qayerda ma'lumot berilmagan. Sababi futbol yulduzlarining hozirgi reklama narxlarini aniqlash qiyin, chunki bu narxlar ko'plab omillarga, jumladan futbolchining mashhurligiga, ijtimoiy tarmoqlardagi izdoshlari soniga va boshqa faktorlarga bog'liq. Hozirda transfer narxi Husanovnikidan ancha past bo'lgan futbol afsonalari Ronaldo va Messi Instagramdagi postlari uchun juda katta miqdorda pul oladilar. Ronaldo faqatgina Instagramdan yiliga 40 million dollardan ko'p daromad oladi. Bu esa uning yillik daromadi taxminan 35 million dollardan ham ko'pdir. Messi Instagramdagi eng mashhur 10 kishidan biri hisoblanadi va sportchilar orasidagi Ronaldodan keyin ikkinchi o'rinni egallaydi. Hozirda 284 million Instagram foydalanuvchisi Lionel Messining hayotini kuzatib boradi va u bitta reklama postidan taxminan 1,17 million dollar daromad oladi. Bizda esa Abduqodir Husanov reklamaga tekinga chiqadi. To'g'rirog'i o'zi xohlamasa ham holiga qo'yishmaydi. Undan foyda qilishadi. Sochini tekislab reklama olishadi. Hali qachonligi aniq bo'lmagan to'yi uchun kiyim tikib reklama olishadi. Eng qizig'i oila a'zolarini ham tinch qo'yishmaydi. Futbolchining xavfsizligi, o'yinlardan oldin mashg'ulotlarga borib tayyorgarlik ko'rishi esa ikkinchi o'ringa tushib qoldi. Abduqodir Husanovning atrofida bo'lib o'tayotgan voqealar uning nafaqat professional faoliyati
faoliyati, balkim shaxsiy hayotiga ham daxl solmoqda. Uning har bir harakati, hattoki oddiy soch turmagi, to'y uchun kiyim tanlashni ham marketing strategiyasiga aylantirishdi. Stadiondagi intervyu vaqtida sportchiga berilgan savollar esa bizdagi sport jurnalistikasining imijini bittada namoyon qildi. Mashg'ulotlar O'zbekistondagisi zavqliroqmi yoki u yoqdagi terma jamoasi bilanmi? Ikkalasi ham. Ko'proq qaysi biri yoqadi? Ikkalasi ham. Siz oldindan kam gapmadingiz? Unisi bilmayman. Hamma savollarga shunaqa kulib, ochiqcha javob berasiz? Vatan sog'inchi. Vatan sog'inchi bo'yicha bo'lsam gapiring. Kiyovjo'ra kerak emasmi, Kiyovjo'ra? Rahmat aka katta. Manchester City'da eng yaqin do'stim Vitor Reis degandingiz, braziliyalik himoyachi. To'yga birinchi bo'lib uni aytgan bo'lsangiz kerak. Qanaqa to'y? Shuningdek, Husanov O'zbekistonga kelgandan so'ng turli blogerlar va sportdan yiroq jurnalistlarning asossiz savollari hamda turli tadbirlarga jalb etilishi unga ruhiy bosim o'tkazmay qolmadi. Uzoq yillardan buyon jahon chempionatiga chiqish azaliy orzusi bo'lgan O'zbekiston terma jamoasining oxirgi Eron bilan o'yinida Abduqodir Husanov eng past ball to'plab, eng yomon o'yinchi sifatida qayd etildi. Taniqli sharhlovchi Xayrulla Hamidov o'yin tahlilida Abduqodir Husanovning maydondagi xatolarini imkon qadar kam tilga olib, uning samarali o'yin ko'rsata olmaganida tashqi omillarning katta ta'siri borligini ta'kidladi. Abduqodir Husanovning mana shu Toshkentdagi sarguzashtlari baribir ta'sir qildi. Buni ko'pchilik aytyapti. Balkim boshqa narsa bo'ladi deb o'ylashgan bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha payti Toshkentga kelishidagi Abduqodirning mashina bilan bo'lgan voqeasi boshqacharoq negativ effekt berib yuborgandan ular to'g'ri xulosa qilishdi va intervyular endi bu intervyularda jurnalistlarning chekiga tushdi ko'proq tanqidlar. Shuningdek, sharhlovchi Husanovning o'yindan oldin yetarlicha dam olmaganini ham ta'kidladi. Ayni damda esa O'zbekiston futbol rivoji uchun sportchilar o'yin, mashg'ulotlarga jalb qilinishi va xalqaro qoidalarga asosan himoya qilinishi shartdir. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting.